Xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining 19-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya kun tartibida viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti bilan bog'liq navbatdagi muhim masala ko'rib chiqildi. Hozir shu haqda. Sessiyada xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, viloyat hokimi o'rinbosarlari, idora tashkilot rahbarlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Kun tartibiga kiritilgan masala Urganch va Xiva shaharlari, Urganch, Qo'shko'pir hamda Xiva tumanlari hududidagi jismoniy va yuridik shaxslarning yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish to'g'risida bo'ldi. Bu yuzadan viloyat hokimining birinchi o'rinbosari deputatlarga axborot berdi. Ta'kidlandiki, Urganch xalqaro aeroportidan Urganch Xiva temir yo'liga qadar uzunligi 11 kilometr bo'lgan elektrlashtirilgan temir yo'lni hamda davlat xususiy sheriklik asosida uzunligi 35 kilometr bo'lgan Urganch Xiva pullik avtomobil yo'lini qurish maqsadida olib qo'yilgan yer uchastkalarida joylashgan ko'chmas mulk obyektlari va ularning mulkdorlari ro'yxati tuzilgan. Deputatlar mazkur ro'yxat bilan tanishtirildi. Tegishli mutasaddilar zimmasiga esa mulkdorlar bilan notarial bitim, ya'ni kelishuv imzolash, ajratiladigan kompensatsiya mablag'larini maqsadli va samarali sarflash, mulkdorlarga yetkaziladigan zararlar miqdorini qonunchilikka muvofiq bozor qiymati asosida manzilli, haqqoniy va adolatli to'lanishi hamda shaffofligini ta'minlash uchun shaxsan mas'ullik belgilandi. Urganch va Xiva shaharlari o'rtasida qurilayotgan 32 kilometrlik yo'lni va uni qishloq xo'jaligi hududlaridan, aholi punktlaridan yoki ayrim obyektlar joylashgan joylardan o'tayotganligi sababli ularni kompensatsiyasini to'lab berish to'g'risida deputatlar oldida axborot berdilar. Biz albatta bu narsalarni hammasini qo'llab-quvvatlaymiz. Xorazm viloyatida bo'layotgan katta o'zgarishlar bu xalqimizning rivojlanishiga, infrastrukturani kelayotgan turistlar oldida rivojlangan davlatlar qatoridagi xizmatlar qilishda mana shu turizm oqimining keskin oshishiga olib keladi. Sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar deputatlar tomonidan keng muhokama qilindi. Kun tartibidagi masala yuzasidan fikr-mulohazalar almashildi. Deputatlarning savollariga javoblar berildi. Muhokamalardan so'ng ko'tarilgan masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi.